Barchamizga yaxshi tanish Abduqodir Husanov haqida shoshilinch tezkor xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov shaharliklar safida yanvar oyining eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun nomzodlar ro'yxatiga kirdi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, Husanovdan tashqari Bernardo Silva va Gianluigi Donnarumma nomzodi ham yanvar oyining eng yaxshi o'yinchisi bo'lishi ko'rsatilgan. G'olibni aniqlash klubning rasmiy veb sahifasida ovoz berish yo'li bilan aniqlanmoqda. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanov ushbu oyda Manchester City safida 4 ta musobaqa doirasida 9 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Hozirda shaharliklar Apple jadvalida 47 ochko jamg'argan holda ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Abduqodir Husanov UEFA Chempionlar Ligasining guruh bosqichidagi eng tezkor futbolchilar ro'yxatida ikkinchi o'rinni egallagan edi deyilgan xabarda.